Bana ne oldu? Men erkakman, tushundingmi? Erkak. Qo'lim og'rib ketdi-da, gaptakini ko'tarsangiz bo'lar-ku. Chichi, men ayollar sumkasini ko'tarib yuradiganlardan emasman. G'ururimga to'g'ri kelmaydi meni. Ana. Endi qo'yishchilar. Jonim qizim faqat chochimdan pigudek qo'yasiz, hamma? Yo'q, sizga guldek qizimni berib qo'ygan bo'lsam, siz ham bir martagina meni onajon deng. Men hech qachon o'zimda ayamdan boshqa odam onajon deyolmayman. Xafa bo'lmaysiz, Nozim opa? Dadajon. Ha, ona qizim nima bo'ldi? Onajonim meni, onam meni. Yo, tavba. Mayli opa, yaxshi boring. Uka, gaptakini pul kerak bo'lib qolibdi. Pamboq ko'ylak olmoqchi edim, yordam qilvar. Opa, aytsam ishonmaysiz, chilg'ay pulimiz yo'q. O'zimiz har kun shakarchaga non botirib yeb o'tiribmiz, sadasi ketaylik. Dada, parpar qo'yniga bering. Bo'ldi, ona qizim, hoy sandiqdagi puldan $100 olamiz-da, maydalab mashinaga beraman, hamma. Ketdi, o'shalim. O'l qasamxo'ri. Birinchi oyog'ingizni yuvib qo'yingmi yo ovqatingizni sizib beraymi? Arslonim? Arslonlama, sirqov, bunday odamga gapiradigan gaplar gapir. Men senga hayvon emasman, tushundingmi? Qizim, ot bo'laymi, eshak bo'laymi? Ot. Jonim. Sen boymisan, direktormisan, kachokmisan, kim bo'lsang ham uyga kelgandan keyin qizing ot desa ot, eshak desa eshak bo'lar ekansan-da. Taytu bo'lib qolganmisan? Nima bo'ladi qizingizni ajratyapsiz? Bunday gaplar tuzko'pkadan olasan. Men hammasi o'zimni bolam bo'lsa nima ajrataman? Bo'pti, dada, maktabga pul bering. Bo'ldi gap yo'q. Men senga 2 ta, men senga ham 2 ta. Zilola qizimga mayli bitta beraman. Na jonim qizim. O'ynanib ketdi. Ularni turmay biladi, qiziga 100 ming berdimi? Bu qizda aniq dadasi tug'an. Maqul, hoppa. Dada, no. Voy, bolam, men muncha ko'p non yeysan, to'ymas qilmasan. Ma, qulog'ingga yarasha, qur endi akalang oldi. Dada, no. Bo'ldi qizim, liposhkami, buxonkami, bo'lishkami? Yo'q, palta. Bo'ldi qizim, hozir magazinda zing'ilab olib beraman, hamma. Cho'q. Yo, bolalarni toza sog'indiqda. 2 kunginaga uyga olib ketishga ruxsat bering. Olib turing, bir haftaga olib ketsangiz ham mayli. Zilolachi. Buni olib ketsangiz, meni ham olib ketsangizga to'g'ri keladi-da. Yo'q qizim, maymuncha bo'lib beraman. Yo, tavba. Bular ergashmaganmi? Dada, matematikadan uyga vazifaga yordam qiling. Bolam, men uncha mayda-chuyda ishlarga vaqtim yo'q. Bor o'zing qil. Xullas, ishda cho'chqacha bo'lgan ekan. Yo'q, erta kerak emas. Bo'lmasa qizim, hozir qo'shiq aytib o'yinga tushib beraman, hamma. Jonim. Yupcha vaqtida keldingizda. Ana gilamlar qo'shvoring og'irda. Men ishdan kelyapman, o'ynab kelganim yo'q, dinkam qurib ketdi o'zi. O'zing qilaver, umuman holim yo'q. Yetim qurib degan odam qizni mindirib, likkilashini qara. Ko'chada butun dunyo boshini egalmagan menman degan erkaklar uyga kelgandan keyin kichkinagina qizchasi metolka boshini egar. Kerak bo'lsa mashtin minaveradi. Buni faqat qizi borlar tushunadi. To'g'rimi? Mana bolalaringiz to'pni qitmirlikqa to'ydirardi. Ey gazabchalar, bor daraxtdan xul ximish sindirib keldi. Chetini qizartiraman bular hozir. Bu yoqqa keldi-ku. Mana qizingiz ham pismiqlik qilib, hamsayani qiz bilan julishib ketdi. Ha bunga bu narsa deb qo'ying. Yo'q-e, bu narsa. Yo'q qizim, osmonga taman. Jonim qizim. Qiz kerak emas, menga faqat o'g'il kerak deb janjal qilgan odam shumidi yo boshqamidi? Qizi qonim chiqib ketdi. Ularmi meni yeb qo'yadi, somsam butunlay tiqardilaringmi? O'zinglar ham handakda. Dadajon, sizga ovqatimni olib qo'ydim. Yeb oling. Uy jonim qizim. U bola ho'kizda farqi qiz bola dadasiga mehribon bo'ladi deb to'g'ri aytgan ekan. Hammasini sotib holvasini senga jediraman, hamma. Zulola qizim, yaxshimi, dadang yaxshimi? Dadam. Bengakcha yupcham, istimam 44 bo'lib ketibdi. Aptekadan dara berib keting, 5 minut vaqt ketadi. Ishtamanmi? Bekarcha vaqtim bormi? Shunda holbuki ham ko'p tamam lugor bilan bosib qo'y, hech bola qilmaydi, ishtaman. Zo'r o'yinchoqlar ekan-ku. Dada, barmog'imni kesib oldi. Ishingga ham, majlisingga ham. Nima bo'ldi qizim? Voy, barmoqchangiz shilinibdi. Ketdik doktorga. Pishaketi yarador, undan hamma xabardor. Bizlarda o'lib ketganimizda hech kim ishi yo'q. Men Dadam. aylar pufsasin. Dada! Kuni bilan kutishga qaragan men endi pufsasi bo'lib qoldikmi? Jonim qizim, meni shuncha yaxshi ko'rasizmi? Ha, chunki meni siz tuqqansiz. Yangi va eng qiziqarli videolarimizni birinchi bo'lib ko'rishni istaysizmi? Unda Instagramdagi galochkali Obujon pastda chiziqcha Nasriddinov kanalimizga obuna bo'ling va hamma videolarni birinchi bo'lib siz ko'ring. Pahlovonim, shashma. Bularni ham maktabga tashlab qo'ying. Qo'shiqcha hamma o'ylab gapirsa, sen gapirib keyin o'ylaysan, ha? Meni vaqtim yo'q, tutqatar jaqalab shunday ketaversa, meni ishim ko'p. Meni ham vaqtga bormisizmi, dadajon? Ishi o'tsin. Bir joy portlab ketsa, sizni tashlab qo'yaman, qizim. Jonim qizim. Ayirmakashlik qilma. Ana bengakchangizni shoxi bormi? Ha, chunki men dadam kindigidan chiqmaganman. Dada bitta piyola sindirib
Battar bu zo'r ish qilibdi. Bolani urib tarbiya qilmasa senlar odam bo'lmaysanlar. Dada ozgina yo'qlaruvdi. Ayol meni bir safar turdi. Nima? Urdi? O'zingni jigiri. Parvardacha payqaki qo'lingni urib sildiraman hozir. Onam tirik. Qo'yamasa. Yana bir marta uyg'otsang qoningni ichaman. Tushundingmi? Dada ot bo'bering. Yo'q, ot bo'lmayman. Eshak bo'laman, qizim. Davay. Bir kechada qiz ketdi odamni qo'rchoqdek o'ynatadi. Yomon Iskandar Bildingiz Mavlud loyihasining o'zi 85% sotilibdi. Ashaqdan bitta uy olish kerak-da. Dada! Oyog'im og'rib ketdi, ko'taring. Bola meni belim bo'lmaydi, meniki rejam bor, menga vaqti o'r mumkin emas. Voy, boshim aylanyapti. Dada, yurgim kelmayapti. Voy, jonim qizim, yelkamga chiqing mindirib ketaman. Ha, ishlar. Senlar yetimsanlar, dadangni bitta qizi bor xolos. Parvardachi mana gazobullangan bitta xo'rozxon, tilla qizimga bitta quvurchaq bilan bitta plitka shokolad oldim. Hamma erkaklar o'g'il desa, siz qizingizni buncha yaxshi ko'rasiz. Qiz bola sherin dadasiga mehribon bo'la. Sen meni tushunmaysan. Buni faqat qizi bor otalar tushunadi. To'g'rimi? Qara ketapsiz. To'xtang. Ha, ko'rib bo'ldingizmi? Like bilan podpiska bosib keting, tekin-ku. Yangilarini chiqaramiz, ishlayapmiz mana sizlar uchun. Mana shunday like bosasiz, shunday podpiska bosasiz bo'ldi. Sizdan hech narsa ketmaydi. Jitircha tez tush orqaga o'tqani. Mayda bolalar oldinda o'tirsa, ministerlar urushadi. Yillamay qiri. Dadajon. Kanishni tilla qizim oldinda sen ketasan tez. Yana shu bolani ajratadigan qichima kasangiz boshlandimi? Ammo qo'zichangiz manadan ham kichkina-ku. Gayi chiqsa gayi deyman, manu tagiga kirib oladi. Bu kishiga qizi bo'lsa bo'ldi, ko'zi ko'rib bo'lib qoladi. Bizlar qolib ketdik. Dada, qo'shiq eshitib ketdik. Bola, men qo'shiq azamga darim hozir. O'z chiribni o'ynab chiqib o'tirdim, magnit bo'roniga. Dadajon, zerikdi. Bosh o'rayotgan odamni jirtillab o'ynashini qarasiz. Voy, yupsan, bolangiz yo'qolib qoldi. O'ldi, kamerani ko'tar, milisaga telefon qil. Zilola. Dada, men siyirdiman. Buningiz bitta o'g'lingiz yo'qolib qoldi. Xudoga shukr, men Zilola yo'qolib qoldimi deb o'ylabman. Ishing bo'lmasa, Sondra o'zi bizga topib oladi. Hech to'kchi tug'di, mendan erimni, o'g'illarimdan dadasini tortib oldi, zombircha. Qizim bularni ham olasizmi? Yo'q, kerak emas. Nima qizimizga 3 sidra olyapsiz? Qizim. Ketib ayirurmang, o'g'laringiz o'ksiydi. Qiz bola yo'qchilik, ul bilan to'qchilik buzadi deydi. Qiz bola ota mehriga to'ysa, ertaga mehriga muhtoj bo'lmaydi. O'zingizni qiynamang, dadajon. Bilaman, baribir meni tuqqansiz. Yangi va eng qiziqarli videolarimizni birinchi bo'lib ko'rishni istaysizmi? Unda Instagramdagi galochkali Obujon pastda chiziqcha Nasriddinov kanalimizga obuna bo'ling va hamma videolarni birinchi bo'lib siz ko'ring. Voy olmasam nimaga o'g'ilmas qiz tug'ildi deb bir oy ichib raddomdan olib chiqqani bormi, janjal qiluvdi. Endi qiz to'rdi, bola becharalar yerda aylanib ketdi. Qaysi birlarman devorga pashsha rasmi chizdilar. Yana chizaman mana ular. Sizlar rasm chizsin deb uyqirib qo'yganman men. Indamasa mana peshonamga ham chizasizlar, ha? Yana qaytib chizgandan ko'rsam, daddalang chiqaraman. Quriy ko'ryapman. Qizim burnim qichib ketdi. Dadajon, turing. Xo'p, qizim, faqat asabiylashmang. Mana chizaveram mana. Jonim, hayotim, shirinim. Dadajon! Jonim qizim, ketdik osmonga o'taman. O'zim ham aytdim, bu taxtadan qanday bunday shirin gaplar chiqib qoldi deb. Dadajon, meni yaxshi ko'rasizmi yo oyim nima? Voy, kanishni seni yaxshi ko'raman, qizim. Men seni toshim ozodan yaxshi ko'raman. Mana ikkida ozodan ko'zingga ko'rsataman seni. Qochishda bitta yurak darab ber, juram chanchib qoldi. Tinchlikmi, biror qarindoshimiz o'tib qolibdi? Yo'q, mana tilla qizimda ikkita tushib qolibdi. To'nim qizim. Men tomdan tomonlab ketganimdan parvo qilmagan odam ikkita chika asa tutib o'tiribdi. Qoch chaqadingda kelyapti, yoradi hozir. Qoch hammang. O'lay deb to'talagan yurra soqibsizlar. Shuni nima deyman hozir hammangni? Qo'yvermasangiz hozir telefoningizni sindiraman. Asrlarga telefonda almashaman. Faqat bunisi qoladi. Faqat qiz kerakmi? Mana o'g'illaringiz kerak emasmi? O'g'lim uylanguncha o'g'lim, qizim o'lguncha qizim. Ayang buni tanimasa ham, qizim seni dadang tuqqanda. Bilaman. Dada, birovim zerib ketdi. Yana bitta qiz tug'ib bering. Nima? Qolandi tart, yosh bolalar to'yda pishirib qo'yibdi. Undan ko'ra sen mollarga suv bersin, to'g'ridan ber. Qisib o'tiringlar, короче. Dada, chuqurimi? Yana almakashlik qilib mana turkichangizni olibsiz-da. Bu bilan kindigimiz birda. Biz dadam bilan 5 minutga ajralsak, kindigimiz uzilib qoladi. Jonim. 7 kere 6. 42. 9 kere 8. 72. 1241 ga 87 ni qo'shsa nechi bo'ladi? Shuni ham bilmaysizlarmi? Bor, xulqimi chapkada ketirib pishiraman bu ikkosini hozir. Nima qizim? 2 ga 3 qo'shsa nechi bo'ladi? 6. Ya to'ppa to'g'ri. Nima yeylisizlar, matematikaga o'zgartirish kiritilibdi. Bugun axborotda aytdi. Endi 2 ga 3 ni qo'shsa hozir 6 bo'lyapti ekan. Mana deysizlar qizim. Qirolicham ko'chaga chiq.
Ya bızık tegirmanmısınlar mı? Normal qo'shiq aytinglar. Dada shik madamshikni aytib beraymi? Olam, parasatingda ishlat, to'yma bo'lsang ham adamshikda aytgani. Bo'lmaydi. Shik madam. Bosur bolam, sen yelkalang pirlatib o'ynab berasan, tushundingmi? Yo tavba, o'lmas qashik jon tuxumni ichida dadalar joni qizning ichida bo'ladimi deyman? Bozordan kimga nima olib kelaylik? Dada, shashlik. Og'ziga qaras. Ichchi yaxshiroq narsa ayt. Esi maloshli ko'kris nimaligini bilasanmi? Rossiyada ishlab chiqarilgan. Ichidan ko'kpochiqsiz samokat yutib olasan. Undan tashqari 15 ta ko'kris qog'ozini yig'ib olsan, yana bitta ko'krizni tekinga berishadi. Hamma do'konlarda bor. Meni qizim nima tanlashni yaxshi biladi. Senlar tuzuk ham tushsan. Jonim. Yo rostdan ham dadasi tuvdimikin? Ye, maloshli ko'kris rossiyskiligini bilib hamma magazindan talab ketibdi-ku. Maloshli ko'kris hozir nomer 1da, yaxshi ham oxirida ikkitaga ulgurib qoldim. Bo'lmasa tilla qizimdan o'limichi gapni eshitdim. Dada, rostdan ham yana siz tuqqansiz-a? Hammani oldida aytib gapirib bo'lmaydi qizim. Ya qo'shni xijolat bo'lmang. Meni ham dadam tuqqa. Sizlarga videolarim yoqyaptimi? Unda bitta like bosib, podpisatsiya qilib qo'ying. Yana yangilari chiqadi. Hayır. 1, 2 110 haykal, yashinmagan kalga topdim. İyi, adashibman. İlk o'ngam yutqizdim, tilla qizim yutdi. Tulkichasiga yon bosishini qarasin. Mana qizingizni o'zingiz tug'ansizda? Ha, oy tuqsa ham qizimga, kun tuqsa ham qizimga. Qizim xafa bo'lib qolsa kelamayman o'zimga. 1 2. To'xta. Vah. Bum. Vah, hey, qo'ling temirdanmi, bolam? 1 2. Jonim qizim. Ullaringizni maktabda ota-onalar majlisi bo'lyapti ekan, borib keling. Parvardachi to'z charchaganman-da, seriozroq joy bo'lsa bor edim. O'zim borib kelay. Dadajon, qo'g'irchog'im tomoq og'rib qoldi. Doktorga olib boraylik. Voy, ustimasi ham bor ekan, ketdik olib boramiz. Tulla. Ya bu kishiga qizi bo'lsa bo'ldi, ko'zi kar, qulog'i ko'r bo'lib qoladi. Dada, ayami kartasiga pul tashlab yuboring, parkka boramiz. Tashiydim, ko'p komissiya oladi. Eshitmadingizmi? Uzun kartalardan Uzkart va Humo kartalariga 100 million so'mgacha foizsiz pul o'tkazish mumkin ekan. Aksiya 28-fevralgacha bo'lar ekan. Uzun bank ilovasiga kirib 2 mingta uzun kartalarni ochib olsa bo'lar ekan. Muhimi tekinga. Uzun kartalarini tekinga to'ldirib, istalgan kartalarga tekinga pul o'tkazsa bo'ladi. Voy, uzun kartaga pul o'tkazish har doim tekin ekan. Kartadan kartaga ko'p pul o'tkazadigan tanishlarimga tezroq aytishim kerak ekan. Tashladim. Ko'pragini qizimga ishlatasan-da. Bolajonlar dasturxon boshida kim bilyapti? Salmanga yosh ekan. So'ranglar. Menga PlayStation 5. Menga iPhone 5. Menga dada yana bitta qisqa bersin. Sigma. Ha, dadajon, kalkul bo'lib qayoqqa? Bozordan kartochka pezakli qizim. Men ham boraman. Yo'q, havoni avziy buzuq jutalib qolasan qizim. Yo'q, men ham boraman. Hech tushunmadim, bu uyda kim xo'jayin? Ko'p gapirtirmay indamay qilsangiz bo'ladi-ku. O'zi davleniya bor, bilasiz. Ha, endi yoshlik qilib qo'ydim-da qizim, jurag'ay. Qo'shni, iltimos, shundoq narsalarni ko'tarishib yuboring. Bo'ldi hozirda. Tak, stop. O'zingizni qo'lishingami? Dadam vaqti yo'q. Voy o'lmasa. Qizim Mahmadan alqimi ko'tarishimi? Yana bir qadam bossang, ayam ketib yoradi. Yengil ekan-ku, o'zingiz olib chiqaverasiz. Katta toza manaxta qolib kichkina qoziga tutildimmi deyman? Katta rahmat, dachsiz kerak emas. Voy rahmat. Ha, sizga kerak bo'lmasa mana bizga kerak. Aholi, lekin zachini cho'zinchi bu yoqqa. Voy shirincha, bermasam-chi? Bermasangiz hozir, anu zaylagan chochingizni bittalab yulaman. Chiroyi g'irt o'zimki, xarakter gartakina ayasiga o'xshaganda. Dada, mandan yeyman. Bo'ldi qizim, mandani mervaning qantilla qiz. Xo'p bo'ladi, shirinidanmi, nordonidanmi? Yo'q, kerak emas. Mandani yegandek bo'ldim. Kallang bilan urushib qolganmizdan qizim, hozir yeyman deding-ku. Yo'q, kerak emas. Ha, bo'ldi, tilla qizim, seni bir o'rlikni tutsa, shang'illab bozorda ko'chiraverasan hozir. Jirag'ay. Na. Kim chiqdi chaqasda hammani oldida toza o'zingni ko'rsatding. Ya qizim, men seni axranasi ham bunchalik qizg'anmaydi. Alam qilsin. Bilib oling, butun dunyo go'zallar yig'ilsa ham, onajonimni bir to'la sochiga ham artmaydi. Yo tavba, xotin rashki ahmoq, qizni rashki chaqmoq bo'lar ekanda. Manam shu damda Dada, mo'ylab betimni qishtiryapti, optasang. Ha, rahmat bo'lmasa, mo'ylovimda optashsam, o'zimda ishtansiz yurgandek his qilaman, qizim. Yo'q, olasiz. Qizim, bo'ldi, erkalam, urushaman hozir. Hali shunaqami? Bo'ldimi? Ha, 101 yigit, 101 yigit. Krasavchik bo'p qopsiz, dadajon.
Mo'ylovni odeganda dadamga ham to'g'ri tushuntirar edim. Qizim bir marta dadajon desa qanday erib ketgan bilmay qolaman. Dadajon, meni ko'proq yaxshi ko'rasizmi yoki o'g'illaringiznimi? Voy, seni ham yaxshi ko'raman, ikkalangni ham yaxshi ko'raman qizim. Ha, ikkita kemaga birga osilgan cho'kib ketadi dadajon. Endi qachon shu savolni bersam, faqat seni yaxshi ko'raman, oppoq qizim deb ayting. Bo'lmasa davlin ham chiqadi, bilasizmi? Voy, shirincham meni. Shuncha qiladigan bo'lsa tug'ilgan nima olmas qiz deb janjal qilganini eshitsa, tushni terimga samon tiqab chaqmoqcha. Iye, abi. Mahsuma, Nimada o'tiraysan? Keyin quchoqlashmaymizmi, kursdosh? Oyimchi, mana qani? Voy shirin qizcha, menga gapiryapsanmi? Ha, yana bitta dadamga lekinlaganini ko'rsam, o'zimga javob bera olmayman. qizim, ayangni bir urib kichraytirib qo'yilgan variantimisan? Seni oladigan kuyovda ham sho'ri bor ekan. Rapozalga o'xshatib uydan chiqqan qo'ymasan kerak u. Darvozani kodi o'zgaribmi? Ha, men o'zgartiruvdim. Kodi qanaqa endi? Tilla qizim, yorug' yuzim. Qadriga yetmasam, ko'r bo'lar ko'zim. Mushtagina qo'ygan kodini ahvolini qarasiz. Qachon men sen qadrini yetmadim, pichingchi? Bu gap sizga aytilmadi. Indamang, gap egasini topmadi. Voy, o'zi zubachiskadek bo'lsa ham gaplari qilishdi. Chaqmoqcha. Qani, yangi obrazim sizlarga yoqdimi? Agar shu videoga like bilan podpisatsiya ko'p qo'ysanglar, yana yangilar chiqadi. Ciao.